Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi zakazimizga keldik va sizlarga noodatiy bitta oformleniya ko'rsatib bermoqchiman. Shunaqa zakazga keldikki, ko'chani ustiga, yuzasiga qo'ya olmaymiz. Faqat mana ko'rib turganlaringizdek, navesdagi tushirishimiz kerak. Naves ham o'zi noodatiy naves, nostandartniy razmerda. O'shani bir vaziyatdan chiqish yo'llarini ko'ramiz va oformleniya qilib beramiz. Kuzatamiz, qanaqa chiqqanini bilib olasizlar. Oxirida bo'lsa summasini aytib o'tamiz. Xo'sh, kelinglar, birinchi obzorni ko'rib boramiz. Hozir mana bu yerda xonadonligidan mehmonlar chiqib kelyapti. Ularni kuzatib bo'lgandan keyin ishimizni yana davom ettiramiz. Mana ko'ryapsizlar, Navesni razmeri bir noodatiy. Eniga 480 chiqyapti, balandligi 3,5, 3,60 даже. Bunaqa baland emas-da, uni ko'tara olmaysizlarmi? Baland qilib Naves narsani. Xullas, atrofiga o'sha pirpiri karkazlarini, temirlarini atrofiga qo'yyapman va ichkariga nimadir o'ylab topamiz-da. Kuzatsanglar, ko'rib borsanglar ko'rib olasizlar. Xullas, atrofiga qo'yyapman naveslarni ko'ryapsizlar. Pirpiri karkazlarim oyoqlarini va fermalarni tashqarisiga yig'yapman, ichkarisiga emas, tashqarisiga. Sababi ichkarisiga qiladigan bo'lsak, baland ko'tara olmaymiz. O'shaning uchun bu yoq tarafda turpoqqa chiqib ketdim, ko'ryapsizlar, bajur bor ekan, uni bajur ustiga qo'ya olmaysiz ham fermani. Bu yoq tarafda bo'lsa, bajuri yo'q ekan. O'shaning uchun shotga qo'yib oldimda va shunga ro'paraman nariga oyog'ini o'shaning uchun turpoqqa chiqarishga to'g'ri keldi. Xullas, yigitlar o'tdi, hammasini fermalarni joy-joyini topib qotirgunligicha men bo'lsa materialimni bichish bilan ishimni boshlayman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, men arqonni ishlataman. Mana shu sizlarga zo'r lifehack. Arqonni ishlatsanglar, qancha osilmoqchi bo'lishini, qanchalik uzunlikda xohlayotgan bo'lsanglar, shu arqonni boylab turib o'lchab olsanglar bo'ladi. Menga katta yordam beradigan narsa shu arqon. Mana shu arqon bilan belgilab olib bichaman. Qattadir 4 metr, qattadir 5 metr, qatigadir 6 metr bichaman. Xullas, mana shu arqonlarni kesib olib, o'zimga kerakli bo'yicha qanchalik osilmoqchiligini ko'rmoqchi bo'lsam, shu arqon sifatida arqonni boylab olib, zgibini ko'rib olaman-da, keyin shu zgib bo'yicha materiallarimni bichib olaman. Xullas, ko'tarishdan oldin men sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Ko'ryapsizlar, mana отдельно turibdi. Ulamaganman bir-biriga. Hech ham ulamasdan отдельно ko'taryapman. Navesi tegi bo'lsa, bu yog'iga уже komanda berdim, ko'taringlar dedim. Orada sizlarga video syomka ham qilaman. Juda ko'p tumbalar olib keldik, stoykalar olib keldik va mana mana shu yerda ham chiroyli qilib trubalarni gullab, to'g'irlab, tayyorlab berdik. Ko'ringlar va baho berish sizlarga. Mana shunaqa go'zallikni yaratishga menga bir kamida 5 soat vaqt ketdi va juda katta kuch mehnati bizga ketdi va bu ishimiz uchun biza $500 pul oldim.